O'zbekistonda yangilik ko'chma do'kon, uy, ofislar endi o'zimizda. Ko'rib o'tishlaringiz mumkin. Konteyner mahsulotdan Farg'ona viloyati Bo'yli tumani Kaminterlik akalarimiz mana shunday chiroyli holatda ofis, do'kon, yotoqxona, spalnilar qilib berishyapti. Mana shu razmerga keladigan bo'lsak 6 ga 2,5 bo'lgan. Devorlari laminatda chiroyli qilib, ashkalar qilib, ichiga stiklotlar, miniaturlar tashlab qo'yilishgan bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, yumshoq mebelli, gilami, konditsionerlar bilan $2600. Vodiy bo'ylab dastavka ustunovkasi bepul bo'ladi. Bundan tashqari menga xo'sh, sanuzilli variant kerak deganlar uchun operator ko'rsatib o'ting. Tayyor. Mana bu yerda hojatxonalari bo'ladi va ichkarilarini ko'rsatamiz. Mana bu yerda esa sanuzillari bo'ladi. Ikkalasiga ham ichkaridan bemalol eshiklarni qo'yib qo'yishgan ekanlar. Buni ham dastavkasi O'zbekistonda 12 ta viloyatga kelishilgan holatda vodiy bo'ylab bepul bo'ladi. Mana shunisi Toshkentga tayyor bo'lgan ekan. Narxi $2400. Aytib o'tilgandek, bundan tashqari do'kon, ofis, oshxona, lavash uchun tayyorlab berishyapti ekan. Mana yoqda ekran pastga telefon raqamlarini qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqa chiqarsizlar. To'liq videosi Yildoz YouTube kanalidan bo'lyapti. Bizning kanaldan chiqqanlar uchun ozgina skidkalarga bor, pastki telefon raqamlarini aloqa chiqarsizlar.